Haydi çıkma. Bir dakika yakışık ya. To'xtama bu. Siz kimsiniz? Ya başka kişi yok. Mama yapma. Uyda ağıl kelgan o'xshaydi. Evet, to'xtanglar bu xatolaşgan o'xshaysizlar jumusizlar. Mana bu qizliqqa etib ketdi. Men sizdan qachon pul oldim? To'xtanglar, ishkimlar xato kirib qolibsizlar-ku. Uyni egisi men shu. Uyni ijara berman dedim. Ishkimlar xato. Yo'q, men uyni ijara olgan narada men qizni uyni ijara olgan. Bu bola ijara olib o'xshaydi. Sizni xushmaslik bo'lib qolgan o'xshaydi hozir. Bu kimdan deydi? Ha, yaxshi bo'ldi. Qiz shu men pul olib bergandim. Men bosh qizga bergandim pulni. Ben bu qizga bergandim pulni. Ay Kamal yotoq qo'yingiz. Sizni avu. Dinlar sizni yotoq qo'yingiz ma'lum. Ya, to'xtab turmang. Bu nima shok ketma bir tushuntirib qo'ymang. Yetishomidi? Shu yotoq qo'ylar ko'p bo'lgan keyin bekat usum turdi-ekan. Shun ijara berib ozroq olsin iqtisod qimmat yarataylik dedi. Uf. Men qarang, sizlar menga terib berganingiz ozdek, maoshdan deb keldim-da. Qabulmanglar, bu ijara berilmaydi. Bas so'mkani elib chiqdinglar. Voy, mening pulim-ku. Voy, aday, menga beshimda aytmay, men nima qilayim qancha qo'y. Chiqinglar, aytib chiqinglar. Pulni etib bergan tursam. Ha? Pulni etib bergan tursam. Qaysi pulni? Uy ijarasini. Bular menga pulni undan aytib ketdi. Men uni naqd pulga aylantirib, anda sizga beray degandim. To'xtab turmaysiz. Bak bundan men sertifikatdan burun, menga deb qo'yasiz juma. Ben tayyorlik qilib turay. Ko'radigan kunim bana o'xshaydi deb. Oy balam, siz gap qatdimi? Birga aram oldingizmi? Bugun ish chiqqanda ish yo'q shu. Nima ish qilyapsiz? Oyingizda bir narsa yeyapmisiz? Shu oyog'im yemla. Yemlayapmi? Voy, siz qaysi tomonning matosi? Hozir kim oyog'ini yemlab kiydi? Burun qayg'ular chidamliqdi. Hozir qayg'ular joshib ketdimi o'qanda. Shu yertilib kesib bordi. Voy, nimda qiziqchisiz? Bunda deb qo'ying taqi. Aslida oyog'imni yemlab berasiz. Yemlab beray. Quloqdan boshqa ish kelmagan bilan oyog'ini qil yaxshi yemlaymanmi? Ablama yedim to'yib ketib qoldi emasmi? Kelar ketmay yemlab beray, ya. Haras, siz bu sharkaga qancha vaqt bo'ldi? 2 yil bo'ldi. Boyqinzami? Yo'q. Burun botdi. Lekin shu keyin to'xtab ketdi. Voy, siz o'zingiz aralashgandan keyin o'zingiz olmay nima boshqalar tatqizib qo'ydingiz? Mening qo'y shunday qilgan botdi. Lekin shu to'yliq yetarli pul bo'lmag'achqa to'y buzilib ketgan. Ey, mushkamgacha bir xudnog'ichidan pul yig'maganmidingiz? Pulg'u topgan. Lekin shu dadam opamlar. Dadam opam kalam deb o'ltog'icha o'zingiz yaxshi ko'rgan ayol o'g'anki olsangiz bo'lmamdi? Sizlar nima demakchi? Shu arzimiz qizlarni deb ota-onani voz kechish demakchimi? Voy, nima bo'ldingiz? Nima o'ngsiz? Men sizga boshqa gap qilmagandim-a? Acaba o'z to'yginni tanlashmi xatomidi? Ya shuni deb qo'ydim, shu hozircha bir tuzukroq pulmi yig'mabsiz? Depozbek eshib ketdi. Tarif kimchi qarab, yo'qini beqib pulga yaxshi. Voy, ajab bir falsafa so'zlab ketdinglar. Bu jonning qoidalarini men to'z bilib ketmayman, lekin o'zimning qoidasini obdan bilaman. Onam mening barlig'im. Bir umr bo'ylab o'tishga roziman-ekan, onamni hargiz tashlab qo'ymayman. O'zingizmi tayliq turib, nerdan kelgan haqorlik bu? Voy, siz nima demakchi? Menchi birni bir dedim, pul oladichi boyvachchi deymiz, pul yo'qlanichi namrat deymiz. Men tayliq bo'lsam siz qanchalik deysiz? Tayliq bo'g'ashqa meni yana ijara o'ltirayotgansiz? Bo'lmagan bo'lsa darjada o'ltirsangiz bo'lmamdi, boyvachchi o'g'andan keyin. Qarang, har kimchi yotgan beqib putunga yaxshi. Men bu bo'yib pulib o'tiraman. Sizchi? Sizlar nima demakchi? Aniqroq daha gapni. Qolgan ko'ngilingizga ayandi.
ishqinlar uy ijara berganim gunoh bo'pti-da endi. Urushmanglar bo'ldi. Demisin men yaramas. Voy tutturing siz. Men o'zimni e'tirof bo'laman. Hozir yoshlarning-chi o'z oldiga turmushi bor, o'z oldiga mashinasi bor, o'z oldiga uyi bor. Meningchi hech nimam yo'q. Men haqiqatan yaramas. Siz bo'ldi qiling, bishimlar bilan tang olmay. Nima? Meni beshamda atamsiz? Men-chi sizga beshamligimni ko'rsatmadim. Bayaq anglamadingizmi? Hozir qadar ya uy bo'lmasa, ya pul bo'lmasa. Acaba mening bunday deganim xatomi? Rost deysiz. Mening hech narsam yo'q. Men yaramas. 2 yil ustamga sodiq bo'lib ishladim. Ustam do'konni qo'g'lab chiqaribdi. Nihalo ba. 你好，我是找工作的，需不需要人？哦，实在不好意思，我们现在人够了，招够了，实在不好意思。哦，我们现在已经不招人了。好。Nega canım surishtirdinglar? Loban deydigan gap bordi. Gaqila afkam gaqila. Va ish o'rniga akaganimga bir yo'q qoldi Loban. Kunlik birimiz deb akagantinglar. Birasinglarmi pul berayim demdinglar taxi. Kam, ishlab tur, ishtaq tugmini ishlab tur. Menga jiddiy lozim bo'lsa demaydim Loban. Sen bizga biz kimga deymiz? Bizga pul lozim. Ishtaq tugmini ishlab tur, afkam ishlab tur. Ishtaq tugmini ishlab tur, afkam ishlab tur. Lobanim pulni bermadi. Jiq-jiq yerlarga berib boqdim. Meni ishlatmadi. Pag'ziriq yerlar ishlaydi deb o'ylab boqqandim. Amalim bo'lmadi. Hozir kunlik ishlab, oyisidan chiqyapman. Anam azroq pul sepib beradi. Bo'ldi. Anamdan bos bank qo'y. Nima? Dik ish haqingiz olamga ishlanmami? Demay menga. Men elish bermay kim u? U azroq simizroq ekan. Uni boshqalar qurilishchi izim deb ataydi ekan. Qurilishchi izim? O'tkash o'tdi, ortiq ish termaydi. Bo'ldilar ish termayli, bugun mening ish terig'inim tergan. Pulingizni men cho'q qilmayib beraman. Bu mumkin emas. Men ko'p qitim borgan, foydasi bo'lmadi. O'tib ketsin bo'ldi. Mushundal bo'ldi qiltamsiz, siz hozir pulga ehtiyojli tursangiz, haq pulingizni olmamsiz? Mening mo'g'a og'im bor. Shu nima amal deysiz? Unda bo'lsa, saqchig'im ma'lum qilsa qo'ymamdi. Ya isbotim yo'q, ya guvochim yo'q. Menda amal bo'lmadi. Lekin yaxshimisan? yaxshi. Men qurilish o'tgan izimning hozir o'rnini surishtirib bersam bo'pti-ku. Ma'qul aka chatoq yo'q. Bo'ldi 5 minut chiqarib ber. Hozirlamki. Ma'qul. Bo'ldi. Kuchur qilib et. Xo'sh.
Takalış buldun mı? Yürü. Nege? Pulunu ağılı. Bilayotganda qanday boshlayapmi? Abimiz xo'sh. Gel doğukundan sonra. Sizler deydiğinem. Maşından düşmeyin, hiç ne yapamay, cim otursuzlar cima. Onunla çıkıp olmaz. Ma'qul. Şu. Ne güzel yaptın bu. Allah şamanı nereye geldi? Yaxshi oldu. Uydagilar salomat mı? Böylekiler yaxshi. Tijoratchi. Ticaret işlem bo'lib qoldi. Haban tundami? Yo'q, tunyamidim. Ishlatadigan chog'da ishlatib qo'yib, pul yuradigan chog' tunmaydigan ish bormi? Ha? Qishni kelganmidi? Shundan kelgan. Pulni bering. Aynilar soatni 1ga beribdi, ajab chiqmaydi. To'g'ri soat qarab boqay. Kirib ketgan 20 minut bo'ldimi? Bo'ldi. Men kirib qarab boqaymi, siz o'tirib turing mashinada. Ha? Men bittan kirasiz. Mayli ham menga. Ha, unda sizlar o'ynayveringlar. Men qaytay. Anqara. Ne to'yni yo'qram deb jakapsa? Besini bo'lsin, ayni vaqtda men nima istesam yordam qilgan. Besini badu. Ota-onamiz bek yaqayotdi. Biyalik kapshimizamı buldi. Ishlatadigan ishlatib qo'yib. Pulni bermasang ular tunda olsa? Berdim qardaş, berdim bu. Yanim sifatam buldu. Adasam buldu. Arkadaş. Qandara qadash. Nima shoqda? Nima ish bu? Nima shoq ketdi bu? Qo'yda qilgan qilib. Kitayli, menga kitayli. Arkadaş peşem. Hey.